Yo valla barchaga salom sizlar bilan men Qadimli Samuray va bugungi videoda biz Ametchi bilan birgalikda o'sha mashhur o'sha zo'r o'yinimiz, короче, mini var o'yin. Bo'la, короче, men zonam ba'zan ko'rasizlar, biz bu ba'zani qancha kunlarda, qancha mehnatlar bilan ko'tarmadik bo'la, shunaqa rivojlantirmadik bo'la. Armiyamizni hozirgi turishiga hech kim armiyasi chida olmaydi bo'la. Ametchi armiyasi ham dunyoda o'yindan, короче, bizdan banklar hatto pul beradigan banklar mana bo'yimdan ham baland bo'lib ketgan. Mana bu bankim qaranglar, pullar hisobda mana bu yerda. So'qqalamasin. Bu qorovul, короче, bu bankka qaytgan odam. Hozir dollarlarni ko'rasiz, nimalarga Scrooge McDuckda, hammasi Scrooge McDuckdan banklari. Ichida Scrooge McDuckdan pullarga cho'yibdi. Nima? Ukam, o'yinni egallab olamiz. короче, bo'ldi biz mana bu yerdan nuklear reaktor degan eng sotib olamiz. 20 millionga men nuklear reaktor degan bazani sotib oldim. Endi buni biz zonamizga joylashtirishimiz kerak. Endi buni joylashtiramiz desam 8 million pul kerak ekan. Mayli, X-Man 8 million pulimizni ayamaymiz va mana shu nuklear dinozavrni mana shu aniqlamiz. Joylashtiramiz. Bu atom bombasi zdaniyasi, bunda atom bomba ishlab chiqaradi va boshqa davlatlarga sotish orqali biz pul ishlaymiz. Yaxshi. короче, bolalar har doim videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Eng randomli, eng omadli 5 ta obunachi men dirjiga qo'shaman. Har bitta videoda bolalar sizlar hamma dirjiga qo'shib men o'ynamoqchi bo'lsangiz, videoga like bosib, hamma kanallarga obuna bo'linglar. Juda ham oson bo'la, shunchaki videoga like bosinglar, hamma kanallarga obuna bo'lasizlar. Bo'ldi, все. Bayga o'tamiz. Menda 97 ta kristal bor. Elite base sotib oldim. Elite ba'zan nimaligini hali men uncha ko'rmadim, men bilmadim ham, chunki buni hali qo'lli bo'lgani yo'q menimcha. Nima bo'pti? Zonamga nima bo'ldi hozir? Bir nima tushdimi? Bomba tushdi. Tushunmadim. Katta bomba tushdi. Menga tashladimi kimdir? Chaqmoq chaqdi. Yomg'ir o'qiyapti hozir. Mana data center ham bor. Data centerda ham qurib olishimiz kerak. Raket uchirdim hozirmi, ha? Qanaqa raket uchib ketdi zonamda? 10 millionga mana bu yerda ham ochamiz. Bu yerga data centerni joylashtiramiz. Hamma joylarni ochib olishimiz uchun bizga daxo'ya pul kerak. 6 million pulimiz bor. 6 millionga biz resursni juda ham ko'p narsa ochish bo'ladi menimcha. короче, bolalar, mana bu resursni ochishimiz kerak. Albatta, 200 million storage center capacity. Mana shuni ochaymi ekan, traderdimi? Yoki men qanaqadir bir narsa ochishim kerak ekan. Traderni ochaylik. Yo'q, mana uni. Logistik depotni ochamiz. Yaxshi, 1 million pulimiz qoldi. 1,5 millionga nima ochsa bo'ladi bolalar. 100 ga klanni ochamiz. Demak, yana nimalar bor bizda? 1 millionliklar qoldi. 1 millionga o'zi radar yoki mana uni interface range ekan. Mana shuni olamiz. Yaxshi. Endi bizda manimcha resursda hech nima qolmadi. Resurslar ochilguncha bizda mana bu yerda raketalarimizni ishga tushirsak bo'ladi. 10 tami nechta raketam bor mana hozir? 4-8 ta raketam bor ekan bolalar. Armiyamizni ko'rib qo'yishim kerak. Armiyaga o'tamiz. Armiyamda 22 ta unit bor. Yangi armiyamga yangi narsalarni qo'shishimiz kerak. Endi armiyamda bizda nima qilsak bo'ladi? Armiya qo'shadigan narsalarimiz ham juda ham ko'p. Nima? Semi? Ana semi degan bo'lami? короче, mana hamma zonalarim o'zimda bor. Hamma zonalarim o'zimda turibdi. Endi men sentrda bemalol egallab olsam bo'ladi. Bo'ladi. Deploy qilamiz. Raketani ham betga deploy qilsak bo'ladi, lekin bitta raketani deploy qilib o'tirmaymiz, chunki biz raketalarimizni betga yubormaymiz. Raketalarimiz betga yuborganimiz bilan betda hech kim hozircha egallamayapti va hech kimning armiyasi yo'q betda. Biz o'z sentrni egallab olishimiz kerak qarang. Eng qiziq ish yerda. Davay. Sentrdami? Sentrda men egallayapman. Ukam, kelib o'tirma ukam. Raketam bor, bitta yuboraman. Armiyani qo'shib mashina qo'shirib yuboradi. 101 million pul. 101 million puli bor ekan mana bular. Geldim çöt. Izroil ekan bu. Fuck you. Izroil. Davay. Hammasi olamiz bolalar, davay. Tezroq. Ay, bilaman, mana raket yuboramiz. Ketdi raketalar. Raketalar target qilindi Cityga. Raketalar uchib kelyapti. Qanday raketalar? Ana bola tepida raketalar uchib kelyapti. Raket. Mana raketamiz tushdi. Raketa emasmi yoki? короче, raketalarni yuboryapmiz bo'ldi. Maksimum hamma raketalar tushishi kerak hozir. Armiyamizdan 22 ta unit bor. Armiyamizni bitta joyga to'plab keyin hujum qilamiz albatta bolalar. короче, armiyamiz mana yoki deploy qilamiz, betga olib kelamiz. Biz mana bu yerdan raketalarimizni yuboribmiz. Raketalar yuborilgan. Bitta hammasi ishlayapti. Demak, bayga o'tamiz. Bizda bayda atiga 2 million pulimiz bor. 2 million emas daji. Armiyada biza qimmat narsa olishimiz kerak edi. Generals base mi yoki qanaqadir 50 millionlik air base.
lekin bizda normalniy pul yo'q. Qanaqa? Nima? Voy, Stok yegani-yu. Buni 2 millionlik bor, bilaman. Mana biza 3 marta prototype create ochganmiz. Bo'lib, mana ochish 144 Robux ekan, lekin bizda unaqa pul yo'q hozirchalik. Avtocollect olganmiz 2x building. O, ma'nosi zdaniyalarimiz 2 marta tezroq kuchayar ekan. Lekin bizda hozir Robuxda yo'q. 2 million pulimiz bor. Atigi bayga o'tamiz. Qani 2 millionga biz nima qilsak bo'ladi? 2 millionga biz angardan qurolmas ekanmiz. Mayli, uncha kerak emas. Armiyamizni chiroyli qilib yasashimiz kerak. 3-armiyaga nimalar qo'shib qo'yamiz? 3-armiyaga Addu armiya 2 deyapti. Bitta armiya 2-armiyaga qo'shadigan narsalarimiz ham bor ekan. Lekin men hozir tushunmayman bularga. Armiya 2 ga qo'shib qo'yamiz. Mana helipatni. To'xtanglar-da. Armiya 1imizda o'zi nimalar bor? Armiya 1da mana qo'shilgan. O'zi hamma narsa qo'shilgan ekan armiya 1ga. Bo'ldi, armiya 1da tursa, armiya 2 hech nima kerak emas. Armiya 1da turibdi. Armiya 1imiz sozlangan. Alliance qo'yganmiz Amerika bilan 2 minutdan keyin yomg'irlar tugar ekan. Demak, armiyamiz hammasi nimalarga yig'ilib bo'lgan? Bilmadim, qanaqadir bir chaqmoq ekan, bilmadim, ularga garish. Maytida kimdir qo'riqlab turadi. Bitta raketalarimiz deploy qilib qani raketalar uchishni boshladimi? Davay raketalar uchish kerak hozir. Mana shu raketalarimiz. Davay uchishni kutamiz. Oy, mana ketdi raketalar bola. Ketdi. Ko'rsizlarmi bola? Sendirda mazasini qochirib. Mana uchib ketdi raketalar ham. Soyasini ko'rsizlarmi? Oy. Nima bu? Raketalar mana. Ko'rdingmi? Davay, endi hujum qilamiz sentrga. Endi sentrda egallab olmasam, men behrus ismimni Amir chiqib qo'yaman. Amir chiqib qo'yaman. Nima yubordilar? Raketalarimizni yana yuboramiz, target qo'ydik. Davay, Amirchining bazasi. Amir, sen hujum qilyapsanmi, ko'tcha? Sen hujum qilyapsan, ko't. Tegma, men armiyam bu. Ikimiz aniq qo'yganmiz-ku, Alliance. Mayli, necha? Zonamizga qaytamiz, danalarimiz tayyor. Bize suvdagi mana pizdati zonalarni haligacha egallay olmadik bo'ldi. Buni egallashga bilmadim men. Nima qilish kerak, nima Xitoyda egallash uncha emas ekan bola lekin. Mana shu yerda egallab olishimiz uchun men kuchliroq armiyamni to'plashim kerak. Hammasini menimcha mana shu joyga to'playman, davay. Mana shu joyga to'playman hamma armiyamni. Bola ertaga bizga musircha create berar ekan, prototype berar ekan, ya'ni 2 kundan keyin kirsa, bu 3 ta prototype berar ekan. Baş dahshat. Nima? Bizlar mana bir egallay olmadik, Amirchi ashda turibdi haligacha. Egallay olmaysiz, uka, farqi yo'q senga. Bayga o'tamiz. Bayda bizda ayta kreditlar bor, lekin juda ham qimmatda, mayli, necha. Menga o'tsak, korоче, angar ko'rsaverar ekan. Yo'q, biz pulni yig'averamiz bolalar, pangarlar kerak emas. Raketalarimiz uchib yotibdi haligacha, bo'yga joyga. Stok yaptı. Stoklar hali pul yo'q-ku. Var. Qancha puling bor? 4 million, 3,5 million pul bor ekan. Короче, давай bolalar, ketdi. Army bir has no flying to send this always on water. Suvga yuborish uchun havo kuchlari kerak ekan, bolalar, havo kuchlari. Mana bizni neft konini egallashimiz uchun bizga vertolyotlar kerak ekan. Mana nima? I am an Easter egg. What do you want? Give me everything you have. You give me nothing. For you it might be not nothing. Sen give me everything you have. Here, take this. Tushunmadim bunga nima deyapti bolalar. Menga bir nimadir berdimi bu? Menga hech nima bergani yo'q-ku. Yo'q, menga hech nima bergani yo'q bolalar. O'zi menga tuhmat qilyapti, menga hech nima bergani yo'q. Lighting strike input production for 3,5 minut deyapti. 3,5 minutga menga bir nimadir berdi shekilli. Короче, menda hozir vertolyotlarni spam bo'lishi kerak. Afsuski vertolyotlar spam bo'lgani yo'q. Ikkinchi armiyamni sozlab qo'yishim kerak. Ikkinchi armiyaga nimani qo'shaman? Faqat helikopterlarni qo'shaman bolalar. Bu yerga faqat samolyot bazalarini qo'shishimiz kerak. Mana samolyot bazamiz yaxshi, hamma samolyot vertolyot bazalarini qo'shib tashlashimiz. Bu yerda bormi vertolyot? Mana bu yerda vertolyot baza bor ekan. Yana vertolyot baza bormi? Vertolyot baza bo'lsa dash qo'shish kerak. Hammasini, chunki bolalar vertolyot baza bilan biz orqamizdagi anonga hujum qilishimiz kerak. Demak, menda keyin qaysilar big angarlardan menimcha vertolyotda spam bo'lardi, yana bilmadimmi? Hozir ko'ramiz. Mana ular big angarlarni qo'shib chiqish kerak. Big angarlar qoldimi? Nechta quruvdi unaqa angarda? Tank base-ku bu, tank base kerak emas bizga. Missil angarlar bor ekan, qanaqadir
Mana shu hangarlarni qo'shib qo'yamiz. 12 minutdan chaqmoq tomon borgan bu. 12 minut emas ukam. Nima qilyapti bu menga? Kimdir menga bir nimalar yuboryapti, korоче. Ikkinchi armiya 5 unit bor, bitta faqatgina anular. Короче, vertolyotlar. Ularni qo'shib qo'ymadik. Bularni qo'shib o'z ekan. Mana ham qo'shib qo'yamiz hangarda. Zo'r. 5 unit bor deyapti. Demak, hamma vertolyotlarimizni hujumga yuboramiz. Anonga research klanlarni ochib yaxshi. Endi biza 4 millionga nima ochsak bo'ladi? Buni 5 million qilib better odlarni olish kerak. Mana bu yerga deploy qilamiz. Oppa. Menda yo'q ekan hali vertolyotlar. Asli samuray botadi. Kim samuray bot debdi? Yetaman hozir. Amirchik ekan. Amirchikda bazalarni egallab olamiz hozir. Amirchikda bazalarni egallab olamiz. Alliance qiziq emas. Ukam mazini qochib tashlayman. Mana shu xuyit qilma, tushundingmi? Ay, bila aytgancha armiyamda mana narsani tuqqanimga, mana armiyamda hech narsa yo'q bo'lib qoldi. Hamma armiyamda короче o'zimiz zonamga mana bu yerga olib kelinglar. Deploy qilamiz. Resursdan nima olsak bo'ladi? 5 million pulimiz bor. Army size. Armiyamizni kuchaytirsak bo'lar ekan. 3 taga armiyamizni size-ini kuchaytiramiz. Armiyamizni kuchaytirishimiz maksimum. Yaxshi, armiyamizni ham kuchaytirdik. Endi bizga nimalar kerak? Amerikka hujum qilamiz bola, nima deysizlar? Yo'q. Amerikka hujum qilamiz deganlar like bossin. Kommentariyga yozib qo'ysin bola. Bizga короче, mana bunaqa laboratoriyaga egallashimiz kerak bo'ladi. Laboratoriyaga hujum qilamiz. Ketdi. Mana laboratoriyaga hujum. Davay. Birinchi laboratoriya egallandi, ikkinchi laboratoriya egallaymiz. Yon tarafimizdagi hamma laboratoriya egallab qo'ysak, bizga juda ham ko'p ishchilar va pullar kelishni boshlaydi. Qam, missiyada bizda nima bor? Sell used to wit degan nima? Uy qurish kerak. Yaxshi, bunaqa narsalarni o'tkazib yuborishimiz mumkin ekan. Bunga 11 ta Robux kerak. Bizga Robux yo'q. Mana qurilishi vaqti kichik kelibdi, lekin billet qachon qurilib bo'lar ekan bular. Qachon bizga qurilib bo'lar ekan? Vaqti ko'p vaqt kerak bo'lyapti hozir qurilishiga. Demak, hamma armiyamizni yubordik. Hayotda hujum ketyapti. Vaqti katta uy, men purtda janku. Bu yerda qanaqa egallayman? Mana egalladim. Mana egalladi. O'rdan buraya egalladi. Sentrda vaqti kuchlilar bor ekanda bitta. Yur, bu adam. Mana men egalladim. Armiyaga o'tib raketalarimizni mana qilamiz, jalb qilamiz raketalar orqali. Davay bo'ldi. Короче, raketalarni yubordik. Men laboratoriyani hozir egallab olaman полностью. Oy, azincha qoldi. Davay. Urra. To'xtab qoldi-ku. Bo'ldi. Endi yuryapti. Endi bo'lsa boshqa gap. Bo'ldi. Bitta laboratoriyani o'zimizga egallab oldik. Endi hamma armiyamizni qaytaramiz bolalar. Hamma armiyamizni qaytaramiz mana bu yerga. Hamma armiyamizni deploy qilamiz. Nima? Chaqirchaq tutdi-ku. Alamda Men banklarning pullarini soqqalarni bosyapti. Demak, resurs degani nima ketyapti o'zimiz? Armiyamizni kattaligi bizani 20 minutga o'zgarar ekan bola. Keyin mana buni ochsak, biz 100 millionga yana 5 ta armiyamizni qo'shib beradi. Armiyamizni qanchalik kattaligiga tushirsak, biz shunchalik armiyamiz ko'payaveradi va hujum qilgan payti bizda juda ham katta bo'ladi. Короче, kuchli armiya bo'ladi. Armiyam hammasi deploy bo'ldimi? Armiyam hammasi mencha kelib bo'ldi mana bu yerga. Endi bolalar, mana bu laboratoriyani egallab olishlarga men topshiraman. Mana shu laboratoriya biz o'zimizga qilib olamiz. Raketalarni ham shu yerga jalb qilamiz. Raketalar uchib ketyapti. Yo'q, u yergami? Siz bu yerda egallab oldik. O'zim laboratoriyamni hamma raketalarni keyingi laboratoriyaga ketyapti. Ikkinchi laboratoriyaga hamma raketalar davay uchamiz. 3 1 2 3. 1 2 3. Uchmayapti-ku nimaga? Mo'kim, assalomu alaykum, Kamol. Nima gap? Obunachilar kirib qopti o'yinga. Va alaykum salom. Yaxshi. Raketalarimiz ketdimi? Davay, 1 2 3. Jo'nda qolmadi 3 6 7 8 9 10. Egallab bo'ldikmi deyman-da? Past egallabmiz-ku. Davay, raketalarni jalb qilamiz. Qani raketalar uchamiz? 3 2 1. Uchmayapti-ku. 3 2 1. But ekan, uchmaydigan. Men aytganim qiymat raketachalarni. 2 million pulchamiz bor. Aytgan egallab oldik. Davay. Mana endi nechta? Короче, 126 ta quruvchi va 22 ta armiyam полностью hammasi tayyor. Va mana bu yerda men ikkita labda olganim uchun, menga 57 ta olmoqcha bor. Demak,
Biza yana nimalar egallab olamiz? Biz o'zimizni polis texnika bazasini egallab oldik. Endi ammichitni bazasini egallab olsalar. Ya, adlas sentrda egallab. Sentrda sentrga kuchimiz yetadigan bolalar. Yo'q, sentrda kimning zonalari, kimning narsalari bor? Day sentrga razm hujum qilamiz. Hamma armiyani sentrga yuboryapman bolalar. Davay, raketalar ketdi. Armiya ham ketdi bolalar. Day, raketalar birinchi tushish kerak. Planim bo'yicha birinchi raketani tushish kerak. Keyin raketani tushgandan keyin bolalar davay, armiyamiz boradi. 3 2 1 raketa davay. Raketalar nimaga uchmayapti? O'shanisi yaxshi hayron bo'lyapman lekin. 6 minutga yana yomg'ir yog'yapti desan, nima qildi? Raketani tushib boshlamanimcha. Yo'q, menga hujum qilyapti-kan. Armiyam polnosti joyida. Egallab, sentrda egallab oldim. Sentrda egallab oldim. Davay. Azincha qoldi bolalar. 150 tishchiga ega bo'lamiz menimcha, 150 tishchi da. Ya Amirkut. Ya Amirkut ekan-ku bu. Qanaqasiga sen egallab olaysan bu yerda? O'zbekiston bayrog'i turganiga menmikan debman, Amirchi Kut ekan bu bayroqning qaranglarni. 80 bashira. Sochni qaranglar, sochni. Yozda issiqda buni soch nima kerak? Armiyam polnosti joyida bolalar, hozir armiyam hammasi yetib keladi. Kayf qil ukan, raketalarni uchib kelsa bor-ku, chichaverasiz ishtoningga. Angarga kirib chiqamiz, angarda nima bor? Angarda tushajak ham yo'q. Hozir hamma armiyasi urushga ketgan. Egalladim. Egalladingmi sentrda? Men egallabman-ku. Men egallabman-ku. Endi bo'ldi, unda polis ikkalamiz, qani himoya qilamiz bu yerda. Ag'a, ikkimiz do'stmi? Da, bo'ldi, tushundim. Ikkalamiz bo'ldi, ikkalamiz. Polisni hamma armiyani shu yerga qo'y. Ikkalamiz do'st ekanmiz, bo'ldi, ikkalamiz egallab oldik bitta armiyachani. Egallamadim, ketishga qoldim. Da, ikkalamiz egallab qo'ydik. Ikkita bayroqni qaranglar, bolalar. O'zbek bolalar, o'zbek sila deb yozamiz kommentariyga. Samuray sila, ammetchik sila, o'zbek sila deb yozamiz. Davay, ketdi bolalar, endi bazamizga boramiz. 139 ta ishchim bor birinchi marta. Yoki bundan oldindan bo'lganmi bolalar? Da, bundan oldindan bo'lgan. Yema stiker. Nima? Opasi yomon zo'r ishlayapti menimcha. Taxta zavodda zo'r taxtalar ishlayapti, u bolalar ishlayapti. Hozir men domda aniq qilayotgan bor. O'ynadan mo'ralamaymiz lekin day, men banklar ishlashyapti. Day, taxta zavodlar hammasi ishlayapti. Zo'r. Day bolalar, endi resursda biz armiyamizni kattaligini kuchaytirishimiz kerak. O'sha paytda biz Amerikada qo'shib bosh bo'lamiz. Hazırlashyapman. Demak, biz hozir resursda men ochib qo'ysak bo'ladi. Resurslarimiz tugar ekan. Mana bu 2 soatdan keyin mana 15 minutdan keyin tugar ekan. O'shandan keyin biz resurs qila olar ekanmiz. Hech kim hujum qilmasin, qara uka. Mazini qochiraman agar. Empire's flag. Men o'zimni flagim o'zi Robux kerak ekan faqat zaynab qoldi. Remove nima debdi? Remove all buildings debdi. Jinnimi bu? Ketdi. Demak, biz akiramiz zona betda 136 ish ishlayapti. Hammasi zo'r. Zonamizni hech kim egallay olmaydi. Bu yerda hech kim zonasi, hech kimning narsasi, bazasi bizlarga armiyamizdan kuchli emas. Yo'q. Ha, o'zi otib turibdi ashirga. 1 3. Yo'q, uchma. Uchmas ekanda u. Vallahi vahshiy zo'r qilib bazamizni. Bomba qilib tashlagan, shu bomba. Ketdi. Achas. Sentrda biz ikkalamiz zonamiz bor faqat. Day, hammasi zo'r. Hammasi sud ketyapti vallahi. Короче bolalar, mana shu joyda videoni yakunlayman bolalar. Video cho'zilib ketdi bolalar. Videoga like bosib, kanalimizga obuna qo'yinglar bolalar. Keyingi qism chiqishini xohlasanglar videoga like bosib, kommentariyaga yozib qoldiringlar, keyinroq